kelishadi, doktor menga barbiy burun qilib bering deydi. Endi hammamiz yuz ko'rinishimiz har xil, suyak strukturamiz har xil shakllangan bo'ladi. Dumalar yuzga barbiy burun to'g'ri kelmasligi mumkin. Lekin ular yo'q deydi, menga baribir ham barbiy burun qilib berasiz deydi. Bunaqa jarrohlik amaliyot qilib qo'ygandan keyin ma'lum bir vaqt o'tib hammasi joyiga kelgandan keyin menga burun yoqmadi deb keladi. Hozir kompyuter texnologiyalari yordamida bo'lajak, misol uchun o'sha burun shakli mana shunday ko'rinishga ega bo'ladi deb maketlashtirib tanlagan taqdirda ham yakuniy natija aynan shunday bo'lishini hech kim kafolatlamaydi. Ba'zi bir xirurglar oldindan kelajakdagi operatsiyadan keyingi holatni rasmini ko'rsatishadi. Kompyuter texnologiya programmalari asosida o'zi aslida bu o'zi noto'g'ri narsa. Sababi operatsiya 100% vrach xohlaganidek etapma-etap zo'r chiqqan taqdirda ham operatsiyadan keyingi holat juda ham muhim rol o'ynaydi. Shishlar, ko'karishlar, shamollashlar ham operatsiya rezultatlarini umuman o'zgartirib olishi mumkin.